Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala rasulihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem mo'min musulmon birodarlar, ma'naviyat va ma'rifat suhbatlarining muxlislari. Barchamizga ma'lum, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy hazratlari boshchiligida ustozlarimiz xalqimizni dunyosi va oxirati obod bo'lishligi uchun go'zal bir suhbatlarni qilib, dinimiz ta'limoti, payg'ambarimiz alayhissalomning ko'rsatmalaridan yetkazib boryaptilar. Oxirgi vaqtlarda ustozlarimiz tomonidan oilaning mustahkamligi, oiladagi ajrimlarni oldini olish borasida ajoyib, go'zal suhbatlarni eshitib boryapmiz. Alhamdulillah. Alloh taolo o'zi bardavom qilsin. Bizni bugungi suhbatimizning mavzusi ham ustozlarimizni olib borgan suhbatlarini, mavzularini davomi o'laroq oilaning mustahkamligiga qaratilgandir. Negaki bugungi kunda ajrimlarni oldini olish mavzularning ichida eng muhim bir mavzulardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling azizlar, bu borada payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlaridagi bo'lib o'tgan bir voqeani birgalashib eslasak. Payg'ambarimiz alayhissalomning suyukli qizlari Fatima onamizni Hazrati Ali radhiyallohu ta'ala anhuga uzatganlar. Hammalarimiz bilamiz, eshitganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima onamizni uzatganlaridan keyin tezda borib ularning xonadonlariga borib ziyorat qilib turardilar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom Hazrati Ali radhiyallohu anhuning xonadonlariga borsalar, qizlari Fatima onamiz o'zlari kutib oldilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Ali qayerdalar deb so'radilar. Shunda Fatima onamiz javob berdilarki, Hazrati Ali kuyovingiz andakkina oralarimizda tushunmovchilik paydo bo'lib, mendan arazlab xafa bo'lib chiqib ketib qoldilar deb javob berdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom birga borgan sahobalarga Alining qayerda ekanligini topib bilib keling deb buyurdilar. Sahobalar bir muddat o'tib Hazrati Ali radhiyallohu ta'ala anhuni masjidda ekanligini xabarini aytdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom mening oldimga Hazrati Alini chaqirtirib olib keling demadilar-da, o'zlari bordilar. Borsalar Hazrati Ali radhiyallohu anhu masjidda yonboshlab yotar edilar. Andakkina ko'zlari ketib, mudroq u kishini olgan edi. Payg'ambarimiz alayhissalomni kelganlarini ham bilmadilar. Payg'ambarimiz alayhissalom yaqinroq kelsalar, Hazrati Ali radhiyallohu anhu masjidda yonboshlagan holatda yotardilarda, masjiddagi yozilgan mayin sahroning tuprog'i u kishining badanlariga tegib asoratlari ko'rinib qolgan edi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom badanlariga tuproq tegib turgan Hazrati Alining yelkalariga urib, "Ey Abu Turob, turing", ya'ni "Ey tuproqning otasi, turing" deb hazil mutoyiba bilan uyg'otdilar. Hazrati Ali radhiyallohu ta'ala anhu uyg'onganlaridan keyin qo'llaridan ushlab xonadonlariga yetaklab bordilarda va Fatima onamiz bilan u kishini nasihat qilib yarashtirib qo'ydilar. Shunda sahoba ikromlar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ey Allohning payg'ambari, siz kirib ketayotgan vaqtingizda yuzingiz boshqacha edi. Ammo qaytib chiqqaningizda yuzingizda shunday bir tabassumni ko'rdikki, bunday tabassum qilganingizni ko'rmagan edik", dedilar. Shunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam meni ikkita jigar bandimni yarashtiraman-u, nega xursand bo'lmay deb javob berdilar. Ha azizlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam oilaning mustahkamligiga mana shundoq e'tibor berar edilar va o'zlarining mana shunday amallari bilan tamomiy ummatga, tamomiy insoniyatga o'zlari namuna bo'ldilar, o'rnak bo'ldilar. Savol beraylik, azizlar, bizni bugungi kundagi oilamizdagi paydo bo'layotgan ba'zi bir sabablarga ko'ra muammolarimizni qay tarzda biz hal qila olyapmiz? Buning yechimini qanday topa olyapmiz? Arzimagan sabablar bilan bir-birlarimizni haqorat qilishligimiz, kechagina iltifot ko'rsatib, hurmat, ehtirom ko'rsatgan quda-andalar o'rtasida sovuqchiliklarni paydo bo'lib qolishligi va eng achinarligi tirik yetimlarning safini ortib borishligiga sabab bo'layotgan siz bilan biz emasmikin? Keling azizlar, Muftiy hazratlari boshchiligida ustozlarimizni qilayotgan nasihatlari, payg'ambarimiz alayhissalomning ko'rsatmalari biz uchun dasturul amal bo'lib, bugungi kunda biz mana shuni mahkam ushlagan holda amal qilsak,
inshaalloh dunyo va oxiratimiz obod bo'lar ekan. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarining ichida nikoh hattoki jannatda ham davom etar ekan. Parvardigorim barchalarimizni, xonadonimizni tinch, yana hamda obod aylab, sizu bizlarni bir-birlarimizni hurmatimizni joyiga qo'yib, bir-birlarimiz bilan go'zal axloq va odob bilan, muomala bilan hayot kechirishligimizni Allohim o'zi nasib qilsin. Har xil balolardan, ofatlardan, notinchlik va noxushliklardan Allohim o'zi panohida asrasin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.